Bolalar dastlabki kutib qoldi, tezlashamiz. Aka, Ha, Labey. menga bitta hot dog, faqat mayonezini qo'shmaysiz. Salom. Nima qilyapsan? Bilasan, o'rtoq, piyoz bilan yom-yumsha ajrataman. Kani chips bilan salat bargini ham qo'shmang. Aka, menga bitta to'y oshi, qarang, magizini qo'shmang, keyin ani sabzisini ham olib tashlavering. Keyin iloji bo'lsa, ketchup bilan pomidor ham kerak emas. Aka, men sizlarga oz-sakas qiluvdim, masalliy berib yuboribdilar-ku. Ukam, sen so'ragan osh bizada yo'q. Mana senga masallaga jo'natib yubordim. Xohlaganingcha osh pishirib yubor. Qaziga davlen ham bor, uni ham qo'shib qo'yavering. Xo'p, sizga ikkita shashlik, sizga somsa. Aka, siz nima yeysiz? Menga bitta biftek. Qarang, garnirlardan pyureni o'rniga makaron qo'yasiz. Keyin grechkani olib tashlaysizda, ozgina guruch qo'shib olamiz, dedi. Keyin tuxum olib tashlaysiz, o'rniga ikkita kotlet qo'yasiz. Kiski. Kani so'si bo'ladi. Mana qara. Nima yeysan? Mahmudga yoz. Aka, kim bilan og'ayni bo'lgansizlar? O'rniga it olib yursanglar, oldiga otganingizni yeb o'tirardim. Ovqat tanlab yeyishini qarang. O'la, klient zaif. Aka, ana uni ham. Nima bu? Sen so'ragan xuddik. Ustimdan kulasizmi? O'zing boshlading. Bor ukam, anta tosh bosh bilan nimadir ustiga sepib yeyverasan. Bor, hayda ukam. Turkingga qo'y.